Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Yanvar oyi oxirlayapti. Fevral oyiga, ro'za-oyi Ramazon oylariga paketlarimiz ochilgan. Batafsil ma'lumotni Azbedan olishdan oldin shu videoga bitta like bosib qo'ysalaring, ko'pchilikka tarqaydi. Azbek, Baxtiyor aka, assalomu alaykum. Alaykum Assalomu assalom. alaykum hurmatli aziz yurtdoshlar. Hozir to'g'ri aytdingiz Baxtiyor aka. Bir narsani manfaatli bo'lishligi uchun, albatta boshqalarga yetib borishligi uchun biz bekorga aytmayapmiz. Videoga like bosing va kommentariyada chiroyli so'zlarni qoldiring. Sabab aka, hozir mana ko'ryapsiz, nima ko'p? Raqobat ko'p aka. To'g'ri, raqobat bor joyda o'sish bo'ladi, albatta. Biz buni tarafdorimiz. Albatta u raqobat sog'lom bo'lsa aka. O'zini manfaatini o'ylab, mana internetda hozir ham ko'rdim. Internetda aka o'zini manfaati uchun boshqani yomonlaydigan ko'payib ketdi. Endi arzonni sho'rvasi tatimas, arzon firmada bormanglar, boshqa qilmanglar, shunaqa targ'ib ko'payib ketdi. Mayli, endi hammani o'zini tushunchasi. Biz ham arzon sotib $500 sotayotganimiz yo'q, yo bir tomonga bilet berayotganimiz yo'q. Paketimiz $995 paketlar, boshqalarnikidan $50, $100 farq qiladi. Katta tafovut yo'q, ne olib qarasangizda. Endi aka, xudo xolasa nima deymiz? Har kim o'zining xohishi bor aka. Har kim o'zi xohlaganda, ko'ngli chopganda boradi. Inshaalloh mana bundan oldingi videolarni qo'yyapmiz, 10 ming, 15 ming marta prosmotr bo'lyapti. Qanchadan qancha odamlarning ishini bitkazib beryapmiz aka. Odamlar mamnun. Men videoni boshlashdan oldin bitta ziyoratchimiz bor edilar. Hali odamni men hozir sizga bu yerda yozib yuborgan ekanlar, qo'yib beraman shu odamni. Galasoylarni xolis. Prosta mana. Assalomu alaykum Azizbek, o'rmisiz, sog'ligingiz yaxshimi? Tinch omonmisiz, xonadonlar, uychilar hammasi yaxshimi? Og'ajon, boringizga shukr, rahmat. Biz duoda bo'ldik siz uchun. Mana bugun sahardan Toshkentga yetib keldik. Rahmat. Biz duodamiz. Ko'p yashang, salomat bo'ling, minnatdor bo'ldik. U yerdagi bizning ellik boshimiz Alisher boydan ham juda minnatdor bo'ldik. Juda yaxshi yigit ekan. Salomat bo'lingizlar. Eshitdingiz-a? Aka, xudoga shukr, bizdan ketganlar shunaqa kommentariyalarni, shunaqa so'zlarni ko'p yozishadi. Biz olib chiqib maqtamaymiz bu narsani. Prosta odamlar eshitib qo'ysin uchun, xudoga shukr, mana borib kelayotganlar minnatdorligi uchun men aytib o'tib ketyapman. Endi aka, har doim aytadigan gapim bitta. Bu haligi nima deydi? Aqllilik qilish emas, yo bir boshqa o'zini ko'rsatish emas. Aka, Allohning uyi muqaddas, buni hamma biladi. Misol uchun aka, oddiy xonadoningizda ham namoz o'qigan joyda hech qachon yomon ish qilmaysiz-da. Qilmaysiz. To'g'risi. Namoz o'qigan pokiza uyingizda hech qachon axlat ko'tarib olib kirmaysiz, qo'pol qilib aytganda. Musor to'plamaysiz, ko'mirni ashga olib kirib tushirmaysiz, o'tiningizni tushirmaysiz. Nimaga bilasiz, kirib bo'lib qoladi. Allohning bayti ham shunaqa joyda aka. Allohning baytiga boryapti, kallani ishlatib, avvalo aqlni sog'lomlashtirib, ruhni pokizalashtirib, keyin borish kerak. Bir xil odamlar qayerga bormayotganini, borib ketayotganini bilmaydi. Endi men shu narsaga bir narsani misol qilib aytib ketaman. Alloh taolo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning Me'roj kechasida o'sha Isro voqeasini bilasiz, mana Alloh taolo osmonga ko'targan. Birinchi osmonda Odam alayhisalomni ko'rganlar. Zakariya alayhisalom mana ketaveradi. Iso alayhisalom, Muso alayhisalom oxirgi osmonda, ya'ni 7-osmonga ko'tarilganlarida, Jabroil alayhissalom olib chiqqanlarida ana shu osmonda Ibrohim Halilulloh, ya'ni Ibrohim alayhissalomni ko'rganlar. Mana shu xuddi Ka'bai muazzamani, Ka'bai mukarramani tepasida osmonda 7-qavatida Baytul Ma'mur bor. Baytul Ma'mur. Baytul Ma'murda aka, mana yerda insonlar tavof qilsa, xuddi shuni tepasida 7-osmonda farishtalar tavof qiladi. Rasululloh bordilar, ko'rdilar. Bir xilgi farishtalar qiyom deydi, bir xilgi farishtalar ruku deydi, bir xilgilari sajda deydi, bir xilgilari zikr deydi. Alloh taoloning farishtalarini qanchalik ko'pligini Allohning o'zidan boshqa hech kim bilmaydi. Chunki Alloh taolo aytadi, Allohning qancha lashkari borligini ey Muhammad, Allohdan o'zgasi bilmaydi deydi. Bilmaydi odamzod qancha farishta bor, u son sanoqsiz. 7-osmon ko'tarilganlarda 7-osmon yorilib ketadigan darajada edi farishtaning ko'pligidan aka. Ibrohim alayhissalom Baytul Ma'murga suyanib turardilar. Ya'ni yerdagi Ka'bani osmondagisi Baytul Ma'mur deyiladi. Ana shu Baytul Ma'murga suyanib turgan holatda ko'rganlar. Salom alayhi qilishgan, gaplashishgan. Endi yana men Ka'bani, ya'ni Allohning uyini qanchalik muqaddasligini bir narsani aytib o'tib ketay. Allohning farishtalari
shunday kirar ekan, kuniga 70 ming farishta tavof qiladi. Allohning bir farishtasi bugun kirdi, aylanib 7 marta tavof qilib o'sha Baytul Ma'murdan chiqdi. Qiyomatgacha qaytib kira olmaydi, ochirit kelmaydi. Shundayda. Qiyomatgacha qaytib unga ochirit kelmaydi o'sha yerga kirgani. Endi yer yuzi yaralib Baytul Ma'mur binoga kelgandan beri aylangan farishta o'zingiz o'ylang, necha millionlagan yil o'tgan. Buni faqat Alloh biladi. Farishtalari bir marta kirib tavof qilganga deydi, qaytib o'sha yerga ochirit kelmaydi. Odamzod o'zi ozgina aqlini ishlatib, qayerga ketayotganini bilib, o'shanga yarasha tayyorgarlik ko'rish kerak. Inson birovni dilini og'ritishdan oldin, birovga qattiq gapirishdan oldin, negativ gaplarni yozishdan oldin o'ylash kerakki, bu insonni esdan chiqadi, lekin yelkadagi farishtani esdan chiqmaydi. U chunki nomay amalga yoziladi. Inson tug'ilib to o'lgunigacha 70 yil yashaydimi, 50 yil yashaydimi, 100 yil yashaydimi, Baxtiyor aka? Har kuni bitta farishta keladi. Bitta farishta kelib, siz uyqudan uyg'onishingiz bilan, biz mana misol uyqudan uyg'onishimiz bilan amal daftarimizni yozish boshlanadi. O'ng qo'lingizni qo'yib bismillah deb turdingizmi? Farishta yozadi, bismillah deb turdi. O'sha kuni kechgacha nima amal qilsangiz aka, o'sha daftar yoziladimi? O'sha daftar yopiladi, olib ketadi. Ana shu kelgan farishta umrimiz bo'yi o'lgunimizgacha qaytib kelmaydi. Har kuni yangi farishta keladi. Daftarda yozgani o'zingiz o'ylang, har kuni yangi farishta keladi. Ana o'sha farishta qiyomat kunida 100 yil yashagan bo'lsangiz, 100 yilda necha ming kun bo'lsa, o'shancha mingta farishta sizga guvohlik beradi. Kunda kelib. Kunda nima ishlar qilgansiz hammasi yozilib bo'ladi. Men nima demoqchiman aka? Inson bitta ish qilishdan oldin yaxshilab o'ylash kerak. Yaxshimi, yomonmi? Hali aytadi-yu, o'sma ketar, qosh qolar deydi. Odamni dilini ortib qo'yaveradi. Lekin aka, ag'ichi insonning qalbini sindirishlik, Ka'bani vayron qilishlikdan og'irroq gunoh deyilgan. Odamlar chiqib, endi raqobat qilish kerak. Gap so'z yo'q, yana aytyapman, lekin to'g'risini aytib qilish kerak. Xudo xolasa aka, biz insonlarga qo'yayotgan videolarimiz manfaatli bo'layotganidan xursandmiz. Shu narsalar insonlarga yetib borayotganidan, borib mana shunaqa bizga minnatdorchilik bildirib, rahmat aytishayotganidan xursandmiz. Biz borini gapiramiz. Nima bo'lsa shuni aytamiz. Bizga kerak yo'q, uni bo'rttirishdi, olib qochishdi, yolg'on gapirishdi. Meni rizqim bo'lsa, shu odamlar meni peshanamda shularni olishlik kerak bo'lsa, men olaman. Alloh menga o'shani beradi. Lekin meni peshanamda bo'lmasa, men unga qancha yolg'on gapirib, qulog'iga lag'manni osib, siz metta bo'lasiz, anetta bo'lasiz, olib qochib oldim o'shani aka. Harom qilib oldimda rizqimni. Chunki yolg'onni aralashtirib tiqib qo'ydim uning ichiga. Aka, Hazrat Abu Bakr Siddiq bir kuni otlarini minib keldilarda, tushib, o'sha yerda ot ushab turadigan, juganini ushab turadigan odamlar bor ekan o'sha paytda. Otdaligingga berdilarda, kirib ketyapti, aytdilarki, chiqsam shunga bir tanga beraman, ya'ni bir dirham beraman dedilar. Dedilar-da, kirib ketib, qaytib chiqsalar, otda o'zi turibdi, egari yo'q. Juganiga o'sha o'g'irlab ketibdi haligi. Shunda otni yetalab uyga olib kelib, xizmatkorlarga pul berib, bozordan borib, yangi egar bilan jugan sotib oling dedi. Bozorga borib, haligi kesaki olib, Abu Bakr Siddiq qarasalar, o'zlarining egarlari, o'zlarining juganlari. Qayerdan oldingiz deb so'raganlar. So'raganlarda bozorda falon joyda falon sotyapti ekan deganlarida, yugurib yelib halol rizqini harom qilyapsiz degan ekanlar. Aka, peshanada bori kelmasdan qolmaydi. U yeb ichishmi, uylanishmi, bola chaqami, umrmi, olinayotgan nafasmi? Aka, har bir narsani o'lchovi bor. Olayotgan nafasimizni ham, urayotgan yuragimizni ham, bosayotgan qadamimizni ham hamma o'lchovi bor. Alloh taolo hamma narsani o'lchovi bilan yaratgan aka. Yer yuziga bir yilda 18 milliard tonna kislorod chiqarilar ekan. Daraxtlar shu mana shu kislorod chiqaradigan gul deysizmi, daraxt deysizmi, nima bo'lsa ham 18 milliard tonna yiliga benuqson, nolchi o'lchovda adashmovchiliksiz chiqar ekan. Agar o'sha 18 milliard tonna kisloroddan 1 kilo kamib qolsa, yer yuzi muzlab qolar ekan aka, butun yer yuzi. Agar yer yuzidagi o'sha kislorod 1 kilo ko'tarilib ketsa, yer yuzi yonib ketar ekan aka. Ko'ryapsizmi o'lchovda aniq tiniqligini? Alloh taolo yer yuziga yog'adigan yomg'irmi, qormi, do'lmi, hamma narsani o'lchovini qilib qo'ygan. Qancha yog'ish kerak, qancha yog'maslik kerak. Allohning o'lchovi bor. Chunki hamma narsa o'lchovga asoslangan.
hech kim buni o'zgartira olmaydi ham. Hech kim buni o'zgartirib, nima deydi, burib yubora olmaydi boshqa yoqqa. Endi xudo xolasa aka, mana insonlarga shu video manfaatli bo'lsin, ilohim. Xudo xolasa. Endi aka, xudo xolasa Ramazonga reyslar ochilgan. Yanvar oyini mana bugun 20-sanasida turibmiz. Farg'ona shahridan reyslarga qaytadigan bo'lsak, Farg'ona shahridan 26 va 28-ga joyimiz qoldi. Namangandan 22-ga joyimiz qoldi. Namangan, Madina, Namangan, Farg'ona, Madina, Farg'ona. Andijondan 27-ga joyimiz bor. Andijon, Jidda, Andijon yo'nalishi. Endi bu oy tugaydi. Fevral oyi Toshkent shahridan 1-fevraldan boshlanadi to 28-fevralgacha. Yanvar oyida ham Toshkent shahridan 22-yanvardan boshlab 31-yanvargacha joylarimiz bor. 24 va 31-yanvar sanalari Toshkent, Madina, Toshkent, qolganlari Toshkent, Jidda, Toshkent. Bularning narxi bu oyda, ya'ni yanvar oyida $985 Toshkent, $995 Farg'ona, Andijon, Namangan. Endi yangi oyga o'tadigan bo'lsak, yangi oy 1-dan 25-fevralgacha Toshkentdan 995, Farg'onadan 2-chi, 4-chi, 9-chi, mana hozir men kunlari bilan tanishtirib o'tib ketaman aka, bitta-bitta. Xudo xolasa odamlarga inshaalloh manfaatli bo'ladi. Mana Farg'ona shahri 2-chi, 4-chi, 9-chi Baxtiyor aka 11, 16, 18, 23 va 25 fevral sanalariga bor. Andijondan 1-chi, 7-chi, 14-chi, 21 va 28 fevral. Andijon, Madina, Andijon 4-chi, 11-chi, 18 va 25 fevral. Andijon, Jidda, Andijon. Andijondan keyingi oyga 9 ta reysimiz bor ekan. Endi Namangan shahridan aka 3-chi, 5-chiga bor, 6-chiga bor, 10ga bor, 12, 13 bor, 17 bor, 19, 20, 24, 26 va 27-chiga bor. Xudo xolasa shu reyslarning hammasi Madina shahriga qaratilgan. Vodiy bo'yicha reyslar Madinaga uchadi. Narxlari $995 Ramazonda 1-10 kunligi tugagungacha. Orada 21 kunlik paketlarimiz bor Ramazonda. 2 xil paketda chiqqan. Ya'ni yaqin mehmonxonada esa $1150, uzoqroq mehmonxonada esa 4 kilometrda mehmonxona Makkada, men rostini aytaveramiz. 4 kilometrda mehmonxonamiz bor. $1050 chiqqan aka uni. O'sha paketni bizdan olyapti, bizga uzoqroq masofadagi mehmonxona bo'laveradi desa, biz pasportini kompyuterga kirityapti, mehmonxona nomi bilan qo'yib ketiladi. Chunki ana o'sha kunga borganda ziyoratchilar ko'p bo'ladi. Daniyahga, Miraga ajratiladi. Bu bunga tushib qolmaydi. Shunaqa holat. Keyin 35 kunlik paketlarimiz bor Baxtiyor aka, $1685 dan. 35 kunlik paketlar $1685 dan kiritilgan. 35 kun to'liq Saudiya Arabistonda yurib, 30 kun Ramazon ro'zasini tutib, aka 5 kun o'tkazib kelishadi. Ramazondan 5 kun o'tkazib kelinadi hayit namozidan keyin. Bu narxlar aytib o'tganimdek faqat O'zbekiston fuqarolari uchun emas, qo'shni Qirg'iziston, Tojikiston va Qozog'iston fuqarolari ham bemalol murojaat qilishlari mumkin. Hamkorlik qilmoqchi bo'lganlar bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Narx-navolarni chiroyli holatda qilib beramiz. Endi aka aytib o'tdim, Xudo xolasa mana ancha gaplashdik. Aka biz yolg'on gapirmaymiz. Biz borini gapiramiz. Necha kunlik paket bo'lsa, 2 kecha 3 kunduz Madinada, 10 kecha 11 kunduz Makkada bo'ladi. Biz aka aytib o'tganimdek arzon bilet sotmaymiz. Aytyapman, sog'lom raqobat tarafdorimiz, faqat haqiqiy sog'lomlik bo'lsa. Muammo yo'q, aka. Qanchalik narx tushirish kerak bo'lsa, inshaalloh tushirib sotyapmiz. Lekin biz ziyoniga ham sotayotganimiz yo'q. Aka birovni aldab sotayotganimiz ham yo'q. Mana o'zingiz boshda ham eshitib o'tdingiz. Mana ziyoratchimizdan kelgan oddiy голосовойni men unga iltimos qilib, menga yozib beringlar ham deganim yo'q. Xolis fikr aka. Endi rizq to'g'risida gaplashib o'tdik. Rizqni halollab harom qilib olish ham insonning o'zidan aka. Yelib yugurib harom qilib olish ham ishtoma basda aka. Ikki og'izga ham harom qilib qo'yadi. To'g'risini aytamiz o'shaning uchun. Bori shu. Ko'yni ko'tarsa bizdan ketish xohlasa, pajasi hech qanaqa muammoyimiz yo'q aka. Ofis adreslarimiz aka Toshkent, Farg'ona va Andijon shahrida bemalol murojaat qilishlari mumkin. Ofisga kirib bitkazamiz desa aytib o'tdim. Bemalol o'zlariga qaysi qulay bo'lsa o'sha tomonini qilaveramiz. Aka, Xudo xolasa halol pok rizq topishlik nasib qilsin aka. Aytib o'tganimdek, o'sha aka halollikda gap ko'p, to'g'rilikda gap ko'p. O'sha Hazrati Abu Bakr Siddiq
roziyallohu anhu Siddiq nomini bekorga olmaganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, yer yuzidagi payg'ambarlardan keyingi yer yuzini bosgan eng afzal zot bu Abu Bakrdir deganlar. Chunki u zot Siddiq bo'lganlar. Rasululloh men payg'ambar bo'ldim deganlarida shubha gumonsiz siz Allohning elchisiz deganlar. Alloh Siddiq degan unvonni bergan. Maqomni bergan Alloh taolo aka. Shu Abu Bakr Siddiq bir kun keladilarda otlarini, juganini ushlab turgani bitta odamga berib, kirib ketayotib aytadilarki, "Xudo xolisa chiqsam shunga 1 dirham beraman" dedilar. Kirib chiqsalar ot ham yo'q, ot turibdi, jugan ham yo'q, egar ham yo'q, o'g'irlab ketadi. Hali joyda otni yetalab uyga olib keladilar. Xizmatkorlarga aytadilarki, borib bitta egar olib keling bozordan dedilar. Olgani borib, xuddi o'sha Abu Bakr Siddiqni egarlarini olib kelgan. Ko'rsalar o'zlari egarlari aka. Buni qayerdan oldingiz degan ekanlar. Deganlarida bozordan oldim, falonchi sotib turgan ekan, falon joyda deganlarida, degan ekanlar. Shu yelib, yugurib rizqini halolini harom qilib olibdilar degan ekanlar aka. Men demoqchi bo'lgani borini gapiryapmiz. Mehmonxonalarda ham borini, oziq-ovqatda ham borini, ziyorat, sayohatlarda ham borini gapiryapmiz. Bo'rttirib, nimalardir qo'shib, yolg'on gapirib, manda ketsin, manni allaqsi inson ishonuvchanda, ishonib qoladi. Yolg'onga ishonib qoladi odam. Atga borgandan keyin nima bo'ladi? Kelsa u sharoit yo'q. Unda narsalar yo'q. Albatta dilxiralik bo'ladi, norozilik o'tib ketadi qalbdan. U pul keyin tatiydimi? Hayotda tatimaydi aka. Endi borgandan keyin ozgina ziyoratchilarimizdan ham iltimos qilib qolamiz. Sabrli bo'lishsin. 1-2 soat, 3 soat zadержкаga kurada turmaydigan gaplar yozishyapti. Bu noto'g'ri. Bu bitta bizda emas. Butun boshli aviakompaniyalarda bo'lyapti. Boshqa umra sotadigan firmalarda ham bo'ladi. Bu aviatsiya sohasidagi narsada hech kim xavf ostiga hayotini qo'yib insonlarni uchirmaydi. Samolyot tekshiradi aka, bir qator nazorat. U yerda ketayotgan narsa bo'lsa ham opasniy aslida. Endi u osmonda uchyapti. Qat'iyam eshikni ochib tushib qoladi masalan. To'g'risida. 12 ming metr balandlik, ya'ni 12 kilometrda uchib ketayotgan odam ozgina samolyotni mana shu bunday joy teshilib qolsin, aka u dunyoning sovug'i kirib ketadi. Osmonda uchib ketayotganda hazlagan tezlikda ketmaydi. Endi uni sovug'ini ham qo'yavering. O'shaning uchun texnika xavfsizligi birinchi o'rinda aviatsiya sohasida. O'shaning uchun 1 soat, 2 soat, 5 soat zadержка bo'lib qolsa, Xudo xolasa bu narsa hech qanaqa qo'rqinchli joyi yo'q. Ekrandagi telefon raqamlariga bemalol murojaat qilishlari mumkin. WhatsApp, Telegramlarimiz ishlayapti aka. Reys kunlari bilan aytib o'tganimdek tanishtirib o'tdim. Bu oyga Farg'onadan 26-28 yanvarga qoldi. Namangandan 22ga, Andijondan 27ga. Narxlar $995. Toshkentdan 22-dan 31-gacha bor. Narx $985. 14 kunlik standart paket aka, reyslar primoy. 24-31 yanvar sanalari Madinaga, qolganlari Jiddaga. Fevral oyida Toshkentdan 1-8-15-22 bor. Madinaga 4 marta reysimiz bor, qolganlari Jidda. Andijondan ham bor 1-7-14 aka, 21-28 Andijon Madina, 4-11-18-25 Andijon Jidda. Farg'onadan 2-4-9-11-16-18 23 va 25ga bor. Farg'ona Madina. Xudo xolasa bemalol murojaat qilishlari mumkin. Telefon qilishsa, qanaqa savollar bo'lsa, albatta savollarga javob beramiz. Bekorga kommentariya yozinglar, savollar bo'lsa beringlar demayapmiz. Aka, bitta narsani tarqalishligi uchun kim hissa qo'shsa, nimani niyatida like bossa, albatta Xudo xolasa inshaalloh o'sha niyatiga yetadi. Xudo xolasa, chunki qalbni Alloh bilib turadi. Siz bilan men gaplashib o'zaro bir-birimizni aldashimiz mumkin, lekin Xudoga hech kim aldalmaydi. Qalbimizni o'zimiz bilamiz-da. Siz ham, men ham o'zim, hamma o'zi biladi. Endi Allohdan nimaniki chin ko'ngildan so'rasa, albatta ortig'i bilan beradi. Chunki Xudoga oson aka. Allohdan hech kim hisob so'ramaydi ham, so'ralmaydi ham. Chunki Allohdan buyukroq zot yo'q. Alloh taolodan duo qilyapti: "Ey Robbim, senga oson, senga berishlik oson. Sen menga bersang, hech kim sendan uni hisobini so'ralmaydi. Seni qudrat qo'lingda-ku, yo Rabbiy, o'zing bergin" deyish kerak-da. Nimani so'rayapti bo'lsa ham, so'rash kerak. Qiyomat kunida insonga Alloh taolo taqdirot ko'rsatganda bir xil odamlar taqdiroti boy bo'lar ekan. O'zi aslida kambag'al bo'lib o'tib ketgan bo'lar ekan. Shunda aytar ekanki: "Yo Rabbiy,
Men u dunyoda boy bo'lib yashashim kerakmi desa, albatta. Nimaga menga boylik bermading desa, sen mendan 9 marta so'rading, 10-sida ijobat qilaman turganda boshqa yoqqa o'tib ketding-ku dirka. Bermagunga qo'ymaslik kerak-da. Mana yosh bolani magazinga kirgizib olsangiz, bitta chupa-chupsi ushlab olsa, olib berasiz, bu yerga yotib olsa nima qilasiz? Xijolatchilikka olib berasiz-da. Allohdan ham shunaqa qilib yotib olib so'rash kerak. Bermaguncha qo'ymaslik kerak. Yosh bola bo'lish kerak-da uning uchun. Как yosh boladaqa yotib olib, yig'lab, siqtab, jaynamozdan bosh ko'tarmay yurgan qadamida so'rab yuraverish kerak. Ko'rdik, o'zimizni boshimizdan o'tdi shu narsalar. O'shaning uchun insonlarga tavsiya beryapmiz. Chuqurga tushganimizda ham Xudo olib chiqib qo'ydi aka. Bizni bir olib chiqib qo'ygani yo'q. Alloh taolo qo'limizdan shu olib chiqib qo'ydi. O'zi ko'tarib qo'ydi. Alhamdulillah. Aka bundan ham ziyoda qilsin. O'shaning uchun aka doim aytamiz. Xudo xolasa yaxshilikni javobi albatta yaxshilik. Yomonlik javobi ham albatta yomonlik. Sizga men yomonlik qilishim mumkin, siz menga indamasligingiz mumkin. Lekin ketdi yozilib. Qiyomat kunida daftarlar olib kelinganda Alloh taoloning huzuriga qani bu yerga turingchi deganda ko'raverasiz-da, Alloh o'zi saqlasin. Qiyomat kunida har bitta insonning savol javobi ancha uzoq davom etadi. 50 ming yil kutilar ekan aka. 50 ming yil. Endi u kutishda o'zi 50 ming yil bo'ladi Baxtiyor aka. Endi savol javob qancha bo'ladi Alloh biladi. Quyosh 2 nayza bo'yi tevada turadi deydi. Miyalar qaynab turadi deydi. O'sha kunda Xudo xolasa Xudo boshimizga soyabon qilsin amallarimizni. O'zini arshini soyasidan soyalantirsin aka. Xudo xolasa shuni umidida biz. Xalqqa xizmat qilyapmiz qo'ldan kelgancha. Xudo xolasa bizni bir sababchi bo'lib qolib o'sha yerga borib duo qilib qolsa, duosi o'tib qolsa, bizni ham esdan chiqarib qo'ymay, shu bolalarga ham rahmat deb qo'ysa, shuni o'zi yetadi aka. Hammalaringga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ilohim shu videoni oxirigacha ko'rganlarni, borganlarni ham, bormaganlarni ham ilohim albatta Umra safariga nasib qilsin, qayta borishlik nasib qilsin. Bitta like bosib, videoni tarqatib qo'ysalaring, xursand bo'lamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.